Bugungi videomizda taksimetr ilovasidagi qo'shimcha imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, siz programmadan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Endi programma bizga ishimizda xalaqit beruvchi narsalarni ko'rsatadi. Masalan, profil rasmi va mashina fotokontroli. Profilga rasm qo'yish talablarini ilovamizda ko'rsatib qo'yibmiz. Qani ketdik. Suratga tushib qo'yamiz. Suratga tushishda oq fondan foydalanish kerak bo'ladi. Arkamizda hech narsa bo'lmasligi kerak va rasmga tushamiz. Rasmga tushdik, yana tekshiruvga ketdi. 5 minut ichida tasdiqlanadi. Endi mashinamizni fotokontrolda o'tirishimiz kerak. Fotokontrolda o'tirjakda mashinamiz yuvilgan holatda bo'lishi kerak. Mashinangizni texnik va tozalik taraflama soz qilib siz ishga chiqishingiz talab qilinadi. Mashinamiz oldi tomoni shu ko'rinishda ramkaning ichida olinishi kerak bo'ladi. Tushirildi. Endi orqa tomonini olamiz. Orqa tomon ham tushdi. Endi o'ng tomonini olamiz. Mashina ramkaning ichida qolishi kerak. Endi chap tarafini o'tamiz. Mashinaning ichki qismi, ya'ni ochiq bagaj. Agarda mashinamiz ichida shunchaki narsalar bo'lsa, programmamiz sizlarga отказ qiladi. Mashinamiz bagajida xalaqit beruvchi narsalar bo'lmasligi kerak. Nechun desangizlar, mijozlarimiz bagaj bilan, yuk bilan chiqishi mumkin. Shu vaqtda sizlarning shaxsiy narsalaringiz xalaqit beradi. Hozir ichini tozalab, keyin fotokontrolga yuboramiz. Arka bagajimiz tayyor. O'rindiqlarning oldi qatori. O'rindiqlari oldi qatori haydovchining yonindagi sherik tarafdan olinishi kerak bo'ladi. Tushirildi. O'rindiqlari orqa qatori, ya'ni saloni orqa tarafi tushirilishi kerak bo'ladi. Agarda shunga o'xshash narsalar bo'lsa, u narsalarni ham tozalashimiz kerak bo'ladi. Yana fotokontroldan ham o'tib oldik. Endi Go knopkasini bossak bo'ladi. Go knopkasini bosganimizdan keyin ilova sizlarga eng yaqin zakazni qidirib boshlaydi. Agarda liniyadan chiqib qo'ysak bo'lsangizlar, chiqish knopkasini bosib, liniyadan chiqib qo'ysangizlar bo'ladi. Ishi boshlajak vaqtida Go'ni bosib, programmada aktiv bo'lib o'tirishlaringiz talab qilinadi. Haydovchilar Ixlosbek, neden pul tashiymiz? Balansimizni neden dolduramiz degan savol berib turibdilar. Balans to'ldirishni zamonaviylashtirib qo'yibmiz. Ya'ni bunda pul tashashimiz uchun profil qismidagi statistika bo'limini o'tamiz. Statistika bo'limida pul to'ldirish degan bo'lim bor va o'ng tarafda tepada karta qo'shish degan bo'limimiz ham bor. Balans to'ldirajak bo'lsak, yana PayMe ilovasi orqali yoki qo'shib qo'ygan kartamiz orqali biz balansimizni to'ldirib bilamiz. O'zlarimizning telefonimizdagi PayMe ilovamiz orqali balansimizni to'ldirib bilamiz. Endi shuni telefonda ko'rsatib beraman. Yana telefonga giramiz. Telefonga girgan vaqtimda hozir bu tarafda video qo'yaman, shu yerda ko'rasizlar. Оплата uslugiga bosamiz. Yana WeDrive deb qidiramiz. WeDrive'da qidirsak, yana transport bo'limida WeDrive haydovchi degan bo'lim chiqadi PayMe'da. Sizlarga 1% cashback beradi ekan PayMe. Yana telefon nomerlaringizni kiritamiz. Buna bossak, yana pastda mashina nomeri, davlat nomeri, nechik mashina ekanligi va shot nomeridan chiqarib beradi. Pul tashimiz. Pulimiz tushdi. Endi karta qo'shish bo'ladi. Karta qo'shish bo'limiga kiramiz. Mening kartalarim bo'limida knopka bor, karta qo'shishdan karta nomerini yozamiz. Karta nomerimizni qo'shdik. Karta nomerimizni qo'shganimizdan keyin bizga kod keladi. Shu kodni hozir kiritamiz. Tasdiqlash kodi kartangiz ulangan telefonga boradi. Ya'ni bu yerda sizni taksi profilingizdagi telefon nomeri boshqa bo'lishi mumkin. Va kartangiz o'zingizga bo'lsa ham, u sizni boshqa nomeringizda bo'lsa, imенно shu nomera PayMe'dan tasdiqlash kodi boradi. Shu kodi bu WeDrive taksimetr ilovasini qo'shasizlar. Kartamiz muvaffaqiyatli qo'shildi. Humo karta qo'shdim. Endi shu karta orqali men balansimni ham to'ldirib yurishim mumkin. Ya'ni kimdirlari shotimda 1 million so'm kartada turadi. 1 million so'mdan balansina kerak puli 40 berib beradilar. Kimlardir haydovchi balansimda pul kamroq bo'ladi. Ko'chadan pul tashlashi mumkin yoki PayMe'dan pul tashlashi mumkin. Har xil holatlar bo'lishi mumkin.